Bir necha soatlar oldin Kylian Mbappe Saudiyaga yetib keldi. Ayni paytda u Jidda shahrida bo'lib turibdi va bir qancha nashrlar agar u o'zini yaxshi his qilsa, ertaga Barselonaga qarshi Ispaniya Superkubogi finalida asosiy tarkibda hattoki maydonga tushishini aytib o'tishyapti. Lekin L'Equipe nashri bergan mana bu xabarga ko'ra, Real Madrid murabbiylar shtabi Kylian Mbappega og'riq qoldiruvchi ukolni qo'ygan holda o'ynatishni reja qilayotganini yozgan. Bu qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini bilmaymiz, faqatgina ertaga buni bilib olishimiz mumkin. Va do'stlar, ayni paytda Mbappe aniq ma'lumot u Saudiyada bo'lib turibdi va bilasiz, El Clasico shunday o'yinki, har qanday futbolchi mana shunday katta darajadagi o'yinda ishtirok etishni istaydi va qaysidir ma'noda Xabi Alonso baribir do'stlar Atletico Madridda sezildi. Real Madridning hujumdagi potensiali Mbappesiz va Mbappe bilan ikki xil o'sha kuchga aylanadi. O'sha o'tkirlik, tajovuzkorlik va hujumdagi yakunlash bo'yicha, o'sha hujumlarni yakunlash bo'yicha aniq zarbalar yetishmadi. Mbappe yo'qligi bilindi. Endi do'stlar, katta ehtimol bilan Xabi Alonso ham Mbappe bilan risk qilib yubormasa kerak. Agar asosiy tarkibda tushadigan bo'lsa, u rostdan ham o'zini yaxshi his qilayotgan bo'ladi. Balki Xabi Alonso o'yinning tizginidan, natijasidan kelib chiqib uni maydonga tashlashi ham mumkin.